Qarang, mana bu drencher degan asbob. Drencher. Mana bunga qancha sut Drencher. 4 litrmi? 4 litrmi? Ha. Birinchi ishirishda tezlik bilan qarang. Quritib tozalab olyapti. Telefon. Bu ish yo'q. Sigirni hozir yelini yuvyapti. Tozalab sog'ib ko'ryapti. Hamma sutni nimalar ko'rsatishdan yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sigirni sog'adi aparat bilan. Faqat aparat bilan sog'iladi. Keyin mana bunga 4 litr solinadi. Birdaniga 4 litr ishirishning sababi 2 litr oshqozonga sig'may eshakka o'tadi. Eshakda undagi immunoglobulinlar so'rilaveradi. Iloji boricha tezroq so'rilish kerak. 30 soatdan keyin kechikib, u sutni qabul qilsa immunoglobulinlar o'tmaydi. Shuning uchun mana buni oshqozonga shunday kiritadiki, mana bu iloji boricha shirdonga yaqin o'tsin. 12 barmoqni chekka o'tsa ham mayli. Katta qorinda tursa ham mayli. Chunki katta qorinda hajmi hali 200 ml bo'ladi. Katta qorinda uyib qoladi, boshqa degan gaplar bir haftadan keyin bo'ladi. Katta qorin kattalashadi. Shuning uchun qo'rqmasdan mana buni budoqlar taxminan bu egiz kichkina 45 kg bo'lganligi uchun 4 litr. 25-30 bor. 30 bo'ladigan bo'lsa 3 litrgacha ichirasiz. Mana buni o'lchab quyiladi. Usti. Agar o'ziga yemishga qo'ysangiz yelini katta, bu hali qaltirab yotadi, 1-2 soat yotadi. Yelidan so'rib ololmaydi. Oladi 200 gram. Keyin uxlab qoladi, charchab qoladi. Shuning uchun iloji boricha mana shu bilan berish kerak. Steril sut oshqozonda va nikoni suyuqligi hammasini chiqarib ketadi. Buzoqni sigirni yalashga qo'ymaydi. Agar yalaydigan bo'lsa, mehri oshib qoladi. Buzoq sigirga qarab, bunisiga qarab, bir-biriga qarab nimalari buziladi, reflekslar. Shuning uchun sutni o'lchab berish kerak. Birinchi 2 litr, 1 litr, 4 litrmi, 4 litr qolgan kunlarda qancha berish kerakligini hisobga olish uchun qo'lda sog'ib nima qilib berish kerak. Eydirib sog'ish degan narsalar bu kompleksda umuman yo'q narsa, hech joyda yo'q. Eydirib sog'maslik kerak sigirda. Eydirib sog'adigan bo'lsak, buzoqda keyin emish refleksi nimalari hamma jarayonlar buziladi. Shuning uchun faqat qo'lda sog'ilib, qo'lda o'lchab, hozda bo'lgan sutni berish kerak. Endi sigir agar birinchi tug'ish bo'lsa, unda immunoglobulinlar yetarli bo'lmaydi. Uni sutini bermaydi. Katta sigirlarning sutini nimaga xolodilniklarga solib, eng pastki nimasini 4 gradusgacha bo'lganda joyda 1 yilgacha saqlash mumkin, immunoglobulinlari o'zida turadi. O'ssin 7 kungacha bo'lgan sutni olamiz, 1 yilgacha saqlab turadi. Uni saqlaganda mana bunday idishga solmaydi immunoglobulinlarni nima uchun u sutini. Yotiq idishga solish kerak buni. Одноразовый ketchupga bo'shga solinadi, hatto sutga qo'yadi. Tez hamma joy sovishi uchun. Mana bunga qo'yadigan bo'lsak, bankaga o'rtadagi soviguncha uni parchalanib ketishi bo'ladi. Mana shunday qilib saqlaganda 1 yilgacha turadi. Uni berishda 37 gradusgacha ilitib beramiz. Sutni bir xillar qaynatib bering deydi, pishirib bering deydi yoki suv qo'shib bering deydi. Agar 2 litr sutga 2 litr suv qo'shib beradigan bo'lsak, ichib ketmasin degan noto'g'ri tushuncha bor. Qachon suvni o'zi so'rilguncha sut turaveradi. Demak, buzoqda sut emish nimasi kechikadi. Shuning uchun umuman sutni suvga qo'shish mumkin emas. Orasidagi farq kamida yarim soat bo'lishi kerak. Mana shunday qilib buzoqlarni o'stiramiz, 10 kungacha soskalar bilan beramiz. 10 kundan keyin xohlaganicha sutni so'rg'ichlar bilan yoki guruh qo'y soskalar bor. Buzoqni 1 kunligidan 10 kunligicha bo'lgan farqi 10 kun farq qilish kerak. Masalan, bugun bitta buzoq tug'ildi, 10 kungacha buzoq tug'ilmadi. Bir o'zi turadi. Bir kunda 10 kungacha masalan 100 ta tug'ilsa ham uni guruhga qilish mumkin. Bir-biriga alohida qo'yadi. Mana kindiklariga ishlov berish. Hozir kindik shunday osilib turibdi. Kindikni tubidan ishlab siyirish kerak, qon qolmasin, qurib ketsin. Agar shunday qilib olmaydigan bo'lsa, qoni bilan turadigan bo'lsa, infeksiya tushadi, kindikni yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Kindikni siyirib oldik, turibdi. Endi uni abrobotga qilishda bir kunda 3 marta qiladi. 3 kun davomida qilmaydi. Yotga, yot nastoykasiga teng-teng suv solib, atrofiga sepish kerak. Bunaqa qilib paxta bilan hamma joyga bo'lab tashlamas kerak. Yoki baklashkaga nimaga solib, botirib qo'yaveradi. Buzoqda agar yalatadigan bo'lsak, simizni yalagan bilan sigir hamma joyga surtib tashlaydi, infeksiyani surtib tashlaydi. Shu bilan teridan ham o'tib ketishi mumkin. Ana shu tomonlarga e'tibor qilib, yangi texnologiya bor. Buzoqlarni asrab saqlash bo'yicha, ko'paytirish bo'yicha
Shuni tavsiyanomamiz bor. Shuni sizlarga tashlab qo'yamiz. Hozircha qisqacha mana shu uloqlar taqdim bo'yicha mana shu yangiliklar shulardan iborat. Emlash nimalari bor? O'zlarini grafik bo'yicha emlaydigan, nima qiladigan dori preparatlari bor. Iloji boricha kompleksda antibiotik ishlatilmaydi. Chunki mikrob hamma joyda yo'q. Bizda masalan bitta endometrit bo'ladigan bo'lsa, biz suruvga qo'yib yuboramiz. Bular alohida saqlab turadi. Mana bu volxonlar deyilgan bo'lsa, bir burchakda infeksiya bo'lsa, biz yerda turaveradi, hamma joyga tarqatish yo'q. Ana shu tomonlarga e'tibor qilish kerak. Bu sigir bir kun, ikki kun nimada turgandan keyin yana birdan sut berish gruppasiga o'tadi. Yangi bitta tuqqan sigirlar gruppasiga o'tadi. Unda oziqalar shunday tashkillashtiriladi-ki, yana qashidan suvinaliziya bo'lmasdan o'z holatiga kelsin va sigir 2 oy ichida o'g'irlanishga tayyor bo'lsin. Agar sigirni biz yetarli oziqa bermaydigan bo'lsak, yana boyagidek tirik vazn linikasi dedik, 360 kilogramm bo'ladigan bo'lsa standart, shundan pasayib ketsa, biz shunga yetguncha bekarga nima? Bekarga oziqlantirishga to'g'ri kelib qoladi. Ortiqcha oziqlantiramiz. Shu standartga yetdimi, endi undan keyin yana sut beradi, mahsulot beradi. Shuning uchun ularda shu linika degan nimaga e'tibor qilib, hayvonlarni oziqlantirishga harakat qilinadi. Yana bir ikkita tushunmagan sekretlarga tushunmagan joylaringiz bo'lsa savol beringlar. Bo'lmasa keyingi bo'limga o'tamiz. Tushunarli bo'ldimi? Hozir bu sigirda yangi tuqqanlik uchun homila yo'ldoshi tushmagan bo'lishi mumkin. Tushgan bo'lsa ham energetik suyuqlik ichiradi bular. Energetik suyuqlikning hajmi 20, 30, 40 litrdan kam bo'lmasi kerak. Nima uchun kam bo'lmasi kerak? Bizlarda nima qiladi? Suv bermaydi. Bular energetik suyuqlik tarkibida glyukoza bor, boshqa bor, glikoprotein, glukol degan bor. Ana shulardan beradi. Chunki buzoq chiqib ketdi ikkita. Bular 40 litr hajmda egallaydi. Suyuqliklari oqib ketdi. Ana shularning hisobiga qorinlardagi manfiy bosim bo'ladi, shirdan yuqoriga chiqib qoladi. Mana bu suvga eritib ichiladigan nima? 10 litrmi, 20 litrga, 30 litrga eritib ichirish kerak hozir tezlik bilan. Bo'lmasa manfiy bosim bo'lishi hisobiga shirdan yuqoriga chiqib qoladi. Qorin buralib qoladi. Shuni hisob shu kasallik bu komplekslarda juda ko'p uchrayapti. Biz aholida ham shuni yo'lga qo'yishimiz kerak. Shakar yoki sho'r suv, shakar berishlar ota-bobomizdan qolgan usullar bekor berilmaydi. Birdan berish kerak. Ham tuz osmotik bosimni o'zgartiradi, ham energiya bo'ladi, tez qonli yo'ldosh tushadi. Oboda tushmay qolsa, olish kerak emas qo'l tiqib. Qo'lni tiqish umuman mumkin emas. Umuman qonli yo'ldoshini ajratib olishda ham, boshqa yordam qilishlarda ham qo'l tiqish mumkin emas. Bizda birdan bashadan oshiqma deydi, qo'lini tiqadi, ayniqsa nos chakkan bo'lsa, u sepsiz bo'lib ketadi sigirlar. Bunaqangi nimani ko'rgan emas. Shuning uchun nos chakadiganlar yomon ko'rganday deyapman-da. Shuning uchun biz qo'lni tiqmasdan mabodo yo'lda ushlanib qolsa nima qildik? 5 sm kesib tashlaymiz. Ichkarida turaveradi. 6 soatdan keyin astagina tortib ko'radi. Aydiralib chiqdimi yo'qmi? Ungacha faqat antibiotik qilamiz. Shuni tushirishga harakat qilib eritmalarni beramiz. Mana bunaqangi dorilarni beramiz. Bu bitta sigirga turadigan bo'lsa, masalan 10 million ketar, 10 ming ketar, 5 ming ketar, juda ham arzon. Aptekalarimizda bor shu. Bo'lmaydigan bo'lsa, sizlar vrachlar talab qiladigan bo'lsalaringiz, ularni olib kelishga aptekadagi mutaxassislar dori sotishadi. Mana shunday qilib, nimani homila yo'ldoshini ajratib olamiz. Mabodo tushmaydigan bo'lsa, endi 24 soatdan keyin olish kerak. Ungacha olish mumkin emas. Bizda vrach qaraydi, tushmay turibdi deydi. 6 soatdan qanday ishlatiladigan? Yurib olib tashlaydi, yarim qoladi. 30 litr suvga aralashtirib. Hozir mana bu immunoglobulin o'lchaydigan apparat ekan. Refraktometr. Ya'ni sigirda sutida immunoglobulin qancha? Men aytdim boshida. Agar katta sigirlar bo'lsa zo'r bo'ladi, yosh sigirlar bo'lsa kam bo'ladi. Uni sutini bermaydi-da, zo'r sigirni sutini beradi. hozir buni o'lchab, bu yerda shunday yo'lga qo'yilgan ekan. Bu yerda glavrachi tushuntiradi hozir. Texnikasini bajarib ko'rsatib beradi. Endi ular refraktometr. Glavrachi boshqa tushmagan, o'zini tushadi. Qayga borsa tushadi. Bu farqi ketmaydi. O'zimiz ketmayapti.
Bayağı zatenliklarda bekarga olib kelmadi. Zatenliklarda Telefonlar çok durdu orkadagilar. ko'zim qiymadi shu yerda qolishi. Ko'p odamlar bilmaydi bu yerga. Bunaqangi nimani. O'qituvchilarimiz ham bir 10% 5% kelgan yopildi. Domlaga endi bilmadim. Hammalaring nomlaringdan rahmat aytaman. 2-3 marta kelib ko'chada dars o'tib ketgan. Mana shu shogirdlardan rahmat. Domla shuni tashkil qildi. Bundan foydalanishimiz kerak. Ertaga nima uchun biz chetni maqtab yotamiz? O'zimizga ham qara ekan. Qilishimiz mumkin ekan. Olmuşlar doğru düşünler. Fakat sanitär rejimde ayarlı Fazla bu ağız sütünü buzağa verelim ya. Ya, bu tushuntiradi, Glavrat tushuntiradi. Hozir sog'ayapti. Sog' bo'lgandan keyin repetitor o'lchaydi. O'lchagandan keyin Astroga gapiring hamma. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar ismim Xurshid. Yerdagi vrachman. Bu sigirimiz olishli zotli. Bizlar firma sut yo'nalish bo'yicha. Sigirimiz 3-qoringa tug'yapti. Bu yo'nalish kiygiz. Uzun oldik. Bizim holati yaxshi. Bizlarda mol tuqqandan 1 soat ichida malolga beriladi. Chunki unasiga biz vaksina qilamiz. Uzoqroq o'tish uchun. Unasini sutni baraziga berishdan maqsad kelajakda yuqumli kasalliklarga, nimalarga chidashli uchun. Har xil virusli kasalliklarga chidashli uchun mazmunlar ustoz tushuntirdi birinchida beriladi. Buni berishdan oldin yaxshidan albatta yaxshidan nima qilmay yilin mikroblardan xolis nima holatda keyin sog'iladi. Şimdi bu nimani o'lchaydigan apparatimiz bor. 27 nimasidan oshgandan keyin beriladi. Darajasi 27. 470 mikrogram foiz yetadi. Immunoglobulin. Bir oygacha immunitetni ta'minlaydigan shu, boshqa narsa yo'q. Uzoqroq o'tadi. Bunda beriladi birinchi yilda. Ortiq qolgan sutni nima abnarazoy nimalarga solamiz, ishlarga xolodilnikka qo'yamiz. Bizda yarim bol tug'may sut bermaydigan bo'lsa o'shani ishlatamiz. Yosh mol tug'ilsa, Yosh mol. Boshqa buzoqlarga Ustozimiz aytganday birinchi qorinlar unday sut bermaydi ko'pi. O'sha vaqtda ishlatamiz. Ularda o'zi yetarlicha nima bor, immunitet ancha nimasi bor. Rahmat. kuşlarım hamkaçlar, nefretler. Qanaqa vaksina qilasiz nimadan keyin? Ularga bizlar Bovilis RSP bor. Buning ichida pasturyoz, salmonyoz, kolibakterioz bor. Bo'g'oz molga qilgan faqat. Keyin rotakorona degan koronavirus bilan rotavirus. Tuqqandan keyin. Yo'q, tutquncha qilinadi. 7 oylikda suv ostiga olamiz. Suv ostiga chiqishida qilamiz. Keyin 8-oyga o'tgandan keyin vaksina 21 kunda emiz hosil qiladi. O'tgandan keyin bu gruppadan bu gruppaga olib, yana ikkinchi marta revaksinatsiya qilib tashlaymiz. uzoqqa qilinmaydi. Yo'q, balasi faqat Onasidan immunitet o'tadi. Sut orqali o'tar ekan. Clostridial immunitet degani bu har xil mana bu viral infeksiyalarga, salmonelloz, kolibakteriya shularga nisbatan onadan hosil bo'lgan immunitet. Bu sut orqali o'tadi. Bu immunitet yuqumli kasalliklarga mana sizlarda buzoqni yutalib yotibdi. Siz bronxa pnevmoniya deb davolab yotibsiz. Bu virus kasalligi ekan. Shuning uchun har xil virus kasalliklarga 4 oygacha bo'lgan buzoqda hammasiga onasidan immunitet o'tadi. Bironta boshqa ortiqcha xarajat yo'q, emlash o'tkazilmaydi. Xo'jalik yopiq, tashqaridan kirmaydi. Rahmat. Sutni mana bu yerga tomizadi. Mana bu yerda ko'rsatkichi 29. Qancha bo'lish kerak? Ta'sir normasi? asli 21. 21 bo'lish kerak. Sigir 2-3 marta tuqqan zo'r sigirda qarang. Holati ham mana. Aynı yedirgen belki. Endi buni sutidan beradigan bo'lsak, buzoqqa hamma narsa o'tadi. Shuning uchun 24 soat ichida, 36 soat ichida hamma narsa o'tadi. 36 soatdan keyin immunitet o'tmaydi, immunoglobulinlar. Chunki ichak devorda teshiklar torayib boraveradi. Katta molekulalar nima o'tmaydi. Shuning uchun hozir odamlarda ham umuman raddomda ajratishga yo'l qo'ymaydi. Tezroq emiz deydi. Ilgarigidek bir hafta 10 kun saqlab yurmaydi bola. Iloji boricha shuni tezroq emiz kerak. Hozir mana yotib qoldi. Yotyapti, uxlaydi, mulkilab yotadi. Sovuq bo'ladimi, issiq bo'ladimi? Mana undan quyib qo'yadi, emib charchab qolmaydi.
Birdan oshqozonda turibdi, xohlagancha. Bunday olganingizdan og'zidan nimasiga to'ldi. Hamma joyda qoplab oldi. Xohlagancha so'riladi, qolgani chiqib ketaveradi. Zarar qilmaydi. Bu ichki ketishi dispepsiya boshqa kasallik emas. Ko'p yemganda ichki ketganda bizlar shoshib qolamiz. Normal holatda yemayapti, opsiyon chiqaraveradi. Yemayversin. Sigirni oldidan umuman olmasi kerak agar xo'jalik sharoitida bo'lsa. Bolasi. Bir ajratib oldingiz, ikkinchi marta qo'ysangiz buziladi. Alo. Bilmagansizlar. Yo'q. Usta qo'l yordam ko'rsatdilar. Hozir bunga eminni qo'l yordam ko'rsatdik, chunki patologik bali talashib keladi-da. Men boshimdan o'tgan, endi ish boshlaganimda egiz ekanda. Ikki buzoqdan bitta oyoq kelyapti. Bo'ladi unaqa. Oldin bittadan kelyapti. Yordam ko'rsatamiz deymiz. Ular kallasi orqada-ku. Juda muammo. Sizda qanday bo'ldi? Bizlar ham shunday bo'ladi, ustoz. Buni hozir to'g'risi yurma deydi, bu yurma deydi. Bunga oldin 15 minut kuzatdim, bor yotyapti, yotsa bezovta-da. To'xtadik birdan. Yotgandan asta bor ko'rsatib ko'rdim, birinchisi oldim. Bizda обязательно ko'rsatib ko'ramiz, tuqqandan keyin. Balki qon ketib qolishi mumkin, qon yorib ketib, yo yana ikkita bo'lishi mumkin. Ikkinchi marta o'zi qo'l managacha borayapti, biz oyoqqa yutib. Yana navbatdagi kelyapti. Bo'lyapti. Bunday kelsa yaxshi, bunday kelib qolsa yaxshi. Ha. Endi patologiya oldincha orqacha kelaveradi. Yo'q, ikki buzoqni bittadan oyoq kelib qolganda. Jupkiga bittadan oyoq. Sigir tug'ayotganda o'qish boshlandimi? Endi boshidan bo'yni ochiladi. Unga 4 soat vaqt ketadi o'g'il. Biz burada shoshib katta bo'lmasdan tortib olmasimiz kerak. O'zi kengayadi, bitta qo'yadigan darajada kengayadi 4 soatdan keyin. Keyin o'zi chiqadi. Chunki tezroq tuzirib qo'ymaslik kerak. Tez tug'adigan bo'lsak, kindik atrofidagi qonlar ketib o'lgurmaydi. Bolada ham qon yetmay qolishi mumkin va homila yo'ldoshida qon qolib ketadi. Qon qolib ketdimi, katrildondan ajralmay qoladi. Shuning uchun vaqtiga borib tushish bo'lmaydi. O'z vaqtida turish kerak, yerda tuzishga harakat qilmas kerak. O'z vaqtiga borib tuzishdan kechikdi, vaqti o'tyapti, undan keyin yordam qilish mumkin. Oyog'i oldi kelyapti, orqasi kelyapti. Bari vaziyatda shunday bo'ladi. Yoki bu oyog'i yonida, bu oyog'i orqa turibdi. Demak, u egiz. Shundayda eng yuqoridagisini chiqaramiz birinchi. Yuqoridagini tortishga harakat qilamiz. Past tortsangiz bo'lmaydi. Pastga ketib olib qolaveradi. Yuqoridagini chiqaramiz, keyin pastga chiqarishga harakat qilamiz. Egiz Yetimlarning orasida yangi tug'ilgandan keyin oyog'idan ko'tarilib zaharli luqmalarni chiqarib tashlaydi. Lo'qmani chiqarish emas. Lo'qmani biz olishimiz kerak. Quloqiga putla, og'ziga putla degan narsalar noto'g'ri. Ichkariga ketib qoladi. Agar nafas olishi bo'lmaydigan bo'lsa, qovurg'alar joy-joyiga kirib turmagan bo'ladi. Katta sigirda qana katta bo'lsa, joyiga kirmay tug'iladi. Shunda bunday orqa oyog'idan ko'taradi, bir marta siltanadi, 2-3 marta emas. Bir marta siltanganda o'zi qovurg'alar joyiga tushadi, o'pka harakati boshlanadi. Sun'iy nafas oldirish uchun oyog'i bilan bosadi va qo'yib yuboradi. Qo'l bilan bosib ezib tashlamaydi. Qo'l bilan olib yuqoriga pastga qilganda havo kiradi, chiqadi, shuni hisobiga markazlarda qitiqlanishi, nafas harakati boshlaydi. Yurak urib turgan bo'lsa, biz sun'iy nafas oldirishni to'xtatmaymiz. Yurak urishi to'xtadimi, keyin unda nima qilishimiz mumkin bo'ladi, to'xtatish. Umid qolmaydi. Burun teshigiga nimalar tiqib, cho'plar tiqib, qitiqlash usuli bor. Bu aytgan gaplarim bo'yicha hammasi men prezentatsiyalarim bor. Ularni tashlayman sizlarga. Oldindan bir tashladim, hech kim e'tibor qilmadi. Ko'rmadinglar ham, ochib ham ko'rmadinglar. Endi yana boshqadan tashlayman. Tavsiyanomalar, darsliklar, umuman veterinariyaga taalluqli hamma narsani tashlayman. Meni imomda olib, kerakini olib ishlatasiz. Yani bizlarni o'rganib, ularni chekish kerak. Aslida veterinariya vrachlarning obro'sini ta'minlaydigan bitta ko'rsatgich sigirning g'oz bo'lishi, buzoq bo'lishi. Respublikani bo'lmasa ham shu. O'rtacha hozir 70-75% buzoq olyapti. Past ko'rsatgich. Vaholanki, bir yilda bir bosh buzoq tutmagan sigir kimga kerak? Mana shu qoladi. Santimetr bilgizilarga. O'sha chilanka astro'di-yu. Qattig'i. O'sha hammasi bitta uchib ketdi. Prямо kuyib qolar ekan-da.
Onasini hech bet emmaydi. Ko'rmaydi. Bu juda ketdi. Faqat yalaydi. Bu Alloh akbar asl. domla ular emib o'zini charchatmaydi ekan, prям qo'yib qo'ya qolar ekan. Bizda emmasdan ko'tinib turib yuradi. Kuyib qolar ekan. O'tiradi. Shuncha bo'shaydi. Hamma boshidan ko'rcha turadi. Yuvib qo'ygan. Kupkaya ketib qolmaydi. O, shularga kelib o'tkazib yuborar ekan. Va musulmon. To'g'ri oshkor Qizlarga ketib yuborar ekan. Endi bu